Va nihoyat sizlar kutayotgan nemetskiy stilda qurilgan kottejlarimiz ham bitdi. Ishoning, narx-navo sizni hayron qoldiradi. Sababi suv tekin narxga berib olyapti. Yaxshi joydamiz, bahavo joylar, Qibray, TTZdan bor yo'q 3,5 kilometr kirib kelganda, yaxshi fayzli, prestijli mahallada ko'rib turgan bir sotuvga tushgan 160-140 kvadratlik xonadonlarimiz sotilyapti. Startoviy narxi 69 ming. Agar bizning nomimizdan keladigan bo'lsangiz, yaxshigina skidka qilib o'tib ham berishar ekan. Uyimizda, xonadonimizda aytib o'tganimda nemetskiy stilda qurilgan, yaxshi, sifatli materiallar ishlatilgan ekan. Darvozalar ko'rib turganingizdek, tepaga ochiladigan razdvijnoy darvozalar. Uy ichini ko'raylik, qolgan ma'lumotlarni sizga videodan berib o'taman, ketdik. Uy oldida barcha sharoitlari bor. Asosiysi o'rtoqlar shaharga qaraganda havosi ancha toza va tinch joylarda. Hovlisiga bemalol bitta mashina sig'adi. Uy ichiga kirganda birinchi qavat o'ng tomonda juda katta o'lchamga ega bo'lgan zal qismi joylashgan. Olgan odam bemalol mehmonlarni kutaveradi. Zal yonida kengina bo'lgan oshxonani ko'ramiz. Zina tegini dush sanuzul o'rnida qoldirishgan. Ikkinchi etajda 3 ta katta yotoqxona joylashgan. Har bir xona o'z oynalariga ega va yorug'lik tushishi, havo aylanishlari hisobga olingan. Ikkinchi qavatdagi dush sanuzul uchun ham kattagina joy qoldirib ketilgan ekan. Asosiysi uyimizning elektrika va santexnika ishlari bitgan. Kanalizatsiya ham tortilgan. Fasadida umuman ishi yo'q. Ichini ham oqsuvoq holatga keltirib qo'yishgan. Narxini yana bir marta eshitib mazza qiling. 69 mingga baraka qilib olishingiz mumkin. Shunaqa arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun tez kanalga obuna bo'lib qo'ymasangiz bo'lmas ekan.